Demak, bu darsligimizda sizlar bilan guruh shaklidagi korzinkani to'qishni o'rganamiz. Uning uchun bizga shu shakldagi guruh shaklidagi yog'och shakli kerak bo'ladi va dars davomida 5 va 6 millimetrli крючокdan foydalanamiz. Demak, eng oldin aytib o'tmoqchi bo'lgan narsam, korzinkani to'qishingizdan oldin uni mana bu yog'och taxtasini oralarini tozalab olasizlar. Yana chunki bu tayyorlanganda orasida ozgina yog'ochchalari, nima deydi, qoldiqlari qolgan bo'lishi mumkin. To'qiyotganingizda, misol uchun, bundan ochiqroq rangli oq, ko'k, pushti rangli iplardan foydalanganingizda uni orasidagi nima deydi, qipig'i bo'ladi-ku, ana o'shanisi iplarga o'ralashib qolib, korzinkanglarni sifatini buzadi. Demak, korzinkani to'qishimizdan oldin ishimizni nimadan boshlaymiz? Demak, ipimizdan, mana bu ipimizning uchi hisoblanadi. Shundan taxminan qancha aytsam bo'ladi? Taxminan 80 santimetrmi, 60 santimetrcha ipni bu yoq tomonga qoldirasizlar. Bu bizani qatorlarimizni ulayotganimizda kerak bo'ladi. Va birinchi 5 millimetrli крючокdan boshlayman. Demak, eng birinchi boshlaydigan ishim bu mana bu korzinkamizni, mana bu teshigini yopib chiqamiz. Hali bu yoq tomonga o'tmaymiz. Mana bu teshigini oxirida chiroyli ko'rinishi uchun, bu yoqlari ham to'lib turishi uchun shu teshigini yopishdan boshlaymiz. Demak, bu yoqdagi olib qo'ygan ipimizni bu yoq chetga surib turamiz. Hozircha kerak emas va ishimizni mana bu yoq ipimizning bu yoq tarafi ishchi taraf hisoblanadi. Shu yoq tomondan boshlab ipimizni chiqarib olamiz. Mana chiqarib oldik. Bu yoq tomonimiz qovotdi. Bu yoq tomonimizdan mana chiqarib olganimizdan keyin keyingi teshikdan ipni chiqarib bundan o'tkazamiz. Va shu shaklda to'qishda davom etib ketamiz. Demak, bu yoq ipga tegmaymiz, bu yog'imiz qoladi. Ko'rdingizmi? Shu shaklda mana bu oxirigacha kelamiz. Mana bu yerdan bitta teshigimiz qoladi. Undan oldingi teshikda to'qishni to'xtatib turamiz. Mana qaranglar, qator oxiriga yetib keldim. Mana yetib kelganimda mana bu yerda bitta teshigi qoldi. Bu teshikni hozir qanaqa qilib yopamiz, shuni ko'rsatib beraman. Demak, mana bu yerda ajratib qo'ygan ipimiz bor edi. Mana bu yerda ajratgan ipimiz. Hozir biz mana bu ishchi ip bilan emas, mana bu yerdagi ajratgan ipimiz bilan yopamiz. Xo'p, mana bu ajratgan ipimiz. Mana bu teshikdan o'tkazamiz. Bu ishchi ipga tegmaymiz. Mana bu yerdagi ajratgan ipimizdan ip ilamiz va bu yoqqa chiqaramiz. Chiqarib bu petlyamizning orasidan o'tkazamiz. O'tkazganimizdan keyin mana bu o'zi ishchi ipimizni tortib qo'yamiz ozgina. Mana tortib qo'ydik. Va mana bu yerdagi ipni buni mana chiqarib oldik. Mana ko'rasizlarmi? Chiqarib oldik buni. Chiqarib olganimizdan keyin mana bu yerimiz ochiq, ko'rasizlarmi? Bu yerimiz ochiq. Buni yopishimiz kerak. Mana bu shaklda yopishimiz kerak. Endi buni yopish uchun nima qilamiz? Mana bu birinchi turganni tagidan o'tkazamiz. Ipimizni ilib bu yoqqa tortib chiqamiz. Buni hozir nimaga bunaqa qilayotganimizni ko'rasizlar. Ana endi bu yoqqa yopishimiz kerak. Mana bu shaklda yopilishi kerak. To'g'ri? Bu shaklda yopishimiz uchun mana orqasini o'giramiz. Orqasini o'girganimizda mana bu teshikdan chiqaramiz. Chiqarganimizda ikkita mana bu petlyamizning orasidan ko'ryaptimi? Mana bu orasidan chiqishi kerak.
ana chiqarganimizdan keyin ipimizni ilib bu yoqqa chiqaramiz. Mana. Endi ikkalasini orqadan sal-sal tortib qo'yamiz. Mana ko'rinishini ko'rdinglarmi? Bir xilda yopildi. Bu yog'imiz ham ulangani ham bilingani yo'q. Mana endi o'giramiz. O'girganimizda mana bu yerga ulanadigan ipimiz va ishchi ipimiz turibdi. Endi mana korzinkamiz bundoq turadi. Bu ichi bo'ladi. Mana bu orqa tarafi, mana shunday turadi va bunaqasiga уже to'qiladi. Tepaga qarab ketadi. Endi mana bitimizda ochiq bizani. Endi shu ochiq joyimizni yopishimiz kerak. Uning uchun mana bu ulanadigan ipimizni bu tarafga, o'ng tarafga tashlaymiz. Hozir to'qib ketadigan asosiy ipimizni chap tarafga tashab, mana bu yerdan chiqarishimiz kerak. Kirgizib tortamiz. Mana. Va shu shaklda hozir to'qib ketamiz. Demak, bu birinchisi. Ana endi mana bu orasidan o'tkazamiz. O'tkazdik. Mana orqasidan chiqdi. Уже asosiy ipimizni ilib bu yoqqa chiqaramiz. Ikkinchisi. Demak, ikkita ustun to'qib oldik. Endi uchinchi teshigiga ikkita to'qiymiz. Ya'ni ustunlar sonini ko'paytiramiz. Demak, bitta. Xuddi shu yerdan yana bitta to'qiymiz. Nimaga ko'paytiryapmiz? Bizda halimda korzinka bitganida tepaga qarab yopilib ketish hollari bo'ladi. Ana shunaqa paytda yopilib ketmasligi uchun, to'g'ri rovnoy chiqishi uchun biz 1, 2, 3-sida ko'paytiryapmiz. Yana ikkita ketma-ket bittadan to'qiymiz. Juda ham tortib yormaydi, juda ham bo'sh qilib yormaydi. To'qiganingizdan keyin, o'tkazganingizdan keyin bundoq qilsangiz, mana bu tarafga qarab, sekin-sekin o'zi qaylishni boshlaydi. Bitta. Ikkita. Uchinchisida ko'paytiramiz. Bitta to'qiymiz. Va yana bitta shu yerdan o'tkazamiz. Mana. Ikkita. Mana. Demak, 1, 2. Oxirida mana 1, 2, ikkita teshik qolguncha mana mana shugacha xuddi shu shaklda to'qib kelamiz. Ya'ni bitta, ikkita, bittadan uchinchisiga ikkitadan ustun. 1, 2 bittadan uchinchisiga ikkitadan ustun to'qib, mana shu oxirigacha, oxirida 1, 2 qolmaguncha xuddi shu shaklda to'qib kelamiz. Mana qaranglar, aytgan joyimga yetib keldik. Mana bu yerda qaranglar, bu yerda bor, bu yerda to'qilmagan, bu yerda ham to'qilmagan. Ko'rasizlarmi? Ana endi shu yerda yopamiz. Yopganimizda qanaqa yopamiz? Shuni ko'ramiz. Xo'p. Demak, ip ilib olamiz. Mana ilib olganimizdan keyin e'tibor qilinglar. Yopib olamiz. Yopib olganimizdan keyin mana bu yerda yana bitta qoldi. Ana endi shu yerga ahamiyat beringlar. Demak, kirgizamiz. Mana asosiy ipimizni tortamiz. Endi e'tibor qilamiz. Asosiy ipimizni tortib olganimizdan keyin buni bu tarafga olib turamiz-da, mana bu yerga ajratib olgan uzun qismini olib, mana asosiy ipimizni bu yoqqa olib oldim. Bu uzun mana boshigacha mana bu qismini olib o'tkazamiz. Orqasidan asosiy ipimizni tortib olamiz. O'tkazdik. Ana endi mana bu yerda yopishimiz kerak. O'tiga ham ahamiyat beramiz. O'tkazganimizdan keyin buni chiqarib olamiz.
chiqarib oldik. Orqasidagi ipni ham ozgina tortamiz. Bu ipimizni ham sal tortamiz. Mana hozir shu ko'rinish bo'ldi. Ana endi mana buni yopishimiz kerak. Yopishimiz uchun mana bu orqasidan birinchi orqasidan o'tkazamiz kurchokimizni. Yana shu ipimizni ilamiz va orasidan o'tkazamiz. Sal tortamiz. Mana endi mana bunday shaklda qilishimiz kerak. To'g'rimi? Mana shu shaklda qilishimiz kerak. Buni endi mana bu ipimizning orqasi. Mana bu bitta. Mana bu orqasi bor. Ko'rasizlarmi? Mana bu orqasi. Shu orqasidan o'tkazib, ikkita ipni orasidan o'tkazib, bu ipimizni ilib orqasiga o'tkazamiz. Ulagan joyimiz ham bilinmaydi, sezilmaydi. Mana bu orqasi bo'ladi. Shu ko'rinishda teg qismini ulab olamiz. Endi tepaga qarab to'qib ketilgan qismimizga keldik. 5 mm kurchokimizni qo'yib, 6 mm kurchokimizni olamiz va tepaga qarab shu kurchokda to'qishni boshlaymiz.